nimadan gapirishni ham bilmay qoldimmi. O'z farzandlarim meni aldab mana shu ahvolga solishyapti. Nimadan boshlashim mumkin? Men yashagan uyim 3-tor ko'cha Sodiq Azimova, Yashnobod tumani buzildi. Evaziga uy berdi. Mana 6 yil ichida men shuni oldim, bolalarim sotib, mana 3 oydan bir aldab yurishibdi meni. Men ko'cha-ko'yda yuribman. Mana hozir Do'ppi degan mehmonxonada. Shu ham boshida ozgina pul to'lab turishdi. Keyin to'xtatishdi. Endi hozir bu yerdan ham haydasam ko'chada yuraman, bo'mish bo'lib shakilda. Qarigan chog'imda 63 yoshman, payg'ambarimiz yoshidaman. Mana oxir zamonmi shu endi? O'z farzandlarim meni shu ahvolga solsa, yordam beringlar, birodarlar, yordam beringlar. Meni yoshimda bu odamni namoz o'qib, oyoq qo'lini uzatib o'tiradigan. Pul uchun meni farzandlarimni ne ahvolga solishyapti meni. Yig'layverib, ko'zimda yosh ham qolmadimi? Kecha kunduzini birodarlar, yordam beringlar, yordam beringlar. Sharmandasini chiqarib tashlanglar bunaqa farzandlarni. Nima deyishim? Nima deyishim hayron. Kechiringlar. Necha kundan beri qornim och. Bular pulni olib, o'yoq beramiz, anaqa qilamiz, aldab, mana endi telefonim blok qilib, telefonga javob bermay, faqat qochib yurishibdi. Ey Alloh, o'z farzandlarim, essiz.